Bemorimiz barcha yondosh bo'shliqlarda poli bosgan, full face jarrohlik amaliyotini bajarib, bemorimiz nafas yo'llarini keng ochib qo'yganmiz. Nafas olishga umuman qiynalgan bemorimiz hozir holatlarini o'zlaringizdan so'raymiz. Assalomu alaykum. Men kelganimda burnimdan deyarli hech qanaqa nafas ola olmayotgandim. Hid bilish qobiliyat pashti yo'q bo'lib ketgan edi. Faqat faqat og'zimdan nafas olardim, burnimni umuman ishlatmasdim. Tekshirtirganimda o'sha pazuxalarim, burnimni 90% ga yopilib ketgan ekan. Men unaqa emas deb o'yladim, lekin burnim borligini esdan chiqarib qo'ygan ekanman o'zi. Xudo xolisa o'sha Farhod aka operatsiya qilishdi. Qo'lligi yengil ekan. Xudo xolisa mana operatsiyadan keyin yaxshi qanaqa o'tib ketganini ham bilganim yo'q. Operatsiyani 10 kundan oshdi, 10 kun 15 kun bo'ldi. Xudo xolisa zo'r nafas olaman, hid bilish qobiliyatlarim ham sekin-sekin qaytyapti. Siz va yaqinlaringizda lor sohasida muammo bo'lsa bizga murojaat qiling. Inshaalloh sizlarga ham yordam beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.